Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 6 oygacha bo'lgan bolalarda so'lakning ko'p ajralishi tabiiy holatmi degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Albatta bu tabiiy holat hisoblanishi mumkin, lekin bu davrdan o'tgan bolalarda so'lak ajralishi ko'paysa, alohida e'tibor berish talab qilinadi. Tish chiqishi ham sabab bo'lishi mumkin. Tish chiqishi qiyin va og'riqli kechganida uni osonlashtirish uchun go'dagingizga maxsus silikon o'yinchoq berishingiz ham mumkin. So'lakni yuta olmaslik ham bu holatni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday patologiya 1-2 yoshdagi allergiyaga moyil bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Kichkintoyni darrov lur shifokorga ko'rsating. Shuningdek, logoped va allergolog maslahatlarini olish ham tavsiya etiladi. Bu muammoga iloji boricha tezroq yechim toping. Aks holda bolada nutq bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Stomatit va gingivit og'iz bo'shlig'idagi kasalliklarning eng ko'p tarqalgan turlaridandir. Bu dardga yo'liqqanda ham yuqoridagi belgi namoyon bo'ladi. Har qanday og'iz bo'shlig'i kasalliklarida bola pediatr va stomatolog ko'rigidan o'tkazilishi shart. Zaharlanish. Bolakay kimyoviy ta'sirga ega moddalarni yutib yuborganida unda haddan ziyod ko'p so'lak ajralishi kuzatiladi. Bunday paytda tez yordamni chaqirishga shoshiling. Oshqozon ichak kasalliklari. Oshqozon yarasi, pankreatit, gijjalar, ovqatdan zaharlanish va infeksion kasalliklarda ham bolangiz me'yordan ortiq so'lak ajrata boshlaydi. Bu holatda pediatr ko'rigiga olib borib, tahlilga qon topshiring va qorinchasini nima bezovta qilayotganini aniqlang. Asab xastalıkları. Agar yuqoridagilarning hech biri bolada kuzatilmasa, biroq so'lak ajralishi me'yordan ortiq bo'lsa, farzandingizda asab o'zgarishlari mavjud bo'lishi mumkin. Bolakayni nevropatolog ko'rigiga olib boring. Eslab qoling, bolangizdagi kasallikni qancha tez aniqlasangiz, shuncha tez oldini olgan bo'lasiz. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni, hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.